chiqsa ham menga qizig'i yo'q. Mana shular ham erkak qo'zi mana shular. Hammasi o'zi tulab, o'zi jun tashlaydigan sortlardan. Mana bu bolasi ekan kelam qarang. Mana bu onasi ekan. Shu yilgi ko'rgan yilimda eng katta qo'zi shu bo'lsa kerak Akramjon aka. Hurmatli tomoshabinlar, qo'ydi yaxshi tushungan, bilgan obunachilarimizga xudo xolasa bugungi elita ona bola sog'liqlarimiz chiqadi kerak. Mana bolalariga bir alohida e'tibor berib qo'yasizlar kerak. Onalariga ham bir alohida e'tibor berib qo'yasizlar kerak. Bugungi xudo xolasa siz kutmagan narx bo'ladi ekan. Kechki dasturlarimizga yaxshilab bitta mesdaga joylashib olib, e'tibor bilan ko'ring. Chunki bugun Akramjon akamizga eng zo'r ona bolalar kelgan kelar. Narxini eshitib aka bitta maza qilasiz. Har bir obunachilarimizga narx tushadigan varianti bo'lar kerak. Bozordan mana labis qilyapmiz, bozordan arzon narx qo'yib beriladi kerak. Assalomu alaykum hurmatli Chorva bozor YouTube kanali qadrli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan birodarlar, aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'yish ishqibozlari. Mana bugun xudo xolasa haftaning chorshanba kuni 4-fevral 2026-yil biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idamiz. Ya'ni akalar sog'liqlarni eng zo'rlaridan olib kelib, to'g'risi aytganda sog'liqda akalar haqiqatdan yaxshisini olib keladigan Akramjon akamizga mana akalar yangi partiya xudo xolasa ona bola qo'yda akalar zo'rlari chiqib videoda oxirida ko'ring. Afg'on ona bolalarimiz ham bor ekan akalar. Sizga chiroyli qilib Akramjon akamizdan ma'lumotlarni yetkazamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alisher keldingizmi? Charchamay. Yaxshimisizlar? Charchamay. Siz yaxshimi aka? Ha, rahmat xudoga. Mana obunachilarimizga xudo xolasa yana yaxshisini olib kelibsiz aka. Enchidan video syomka qilganimiz yo'q edi aka. Enchidan syomka qilganimiz yo'q edi ham, keyin ko'pchilik faqat Husorni so'raverdi. O'shaning uchun Husorni haqiqiy elitasini olib keldik. Zo'ridan aka. Zo'ridan. Xohlasa hurmatli tomoshabinlar. Yonida bolasi bilan isbotimini olib keldik Alisher. Layklar tirsillatib qo'yasizlar akalar. Xohlasa layk bosib turavering, sizga zo'rlarni chiqarib beramiz aka. Mana laykka arziydi mashg'ullar akalar. Endi arzimagan bitta sizdan mehnat aka layk bosib qo'ying. Mana. Akramjon aka bugunga nechta partiya qo'yib ko'rsatamiz? Bugunga bir 3 partiya qo'yimiz bor-ku. 3 partiya. 3 partiya. Afg'onim bor deyapsiz. Afg'on yana bolasi ham bor. Uni ham qo'yamiz. Egizlari bor. Videoni oxirigacha ko'rib tursin. Hurmatli tomoshabinlar, egizchi Afg'on ona bola akalar mana bu birinchi partiyamizga yakkali ona bolalar. Alisher mana. Narxi zo'r bo'ladi. Mana bu katta varianti. Aha. Endi mana bu. Mana qarang. Bu 3 kunlik qo'zi. 3 kunlik qo'zi. Mana. Jonivor, mashalloh. Qo'zini qarang. Nechta soni bu yerda? Akramjon aka, jami soni? Endi mana bu qo'zilarni ko'ring, mana yangilari. Mana. Quloqlar buni erkak qo'zi. Onalariga ko'rib ham misol baho bersa bo'lar ekan. Mana liboy bittasini mana ichiga kirmasdan shuni ushlasangiz mana. Mana erkak qo'zi. Mana. Jami soni nechta buni? Buni o'pish soni 20 bitta. Hop. 15 tasi erkak. Ha. 6 tasi urg'ochi. 6 ta urg'ochisi bor xolos. 6 ta urg'ochisi bor. Bu obunachilar maza qilar ekanda aka. Mana bu qo'ylar 4 qo'y. 85 plus mana shu qo'ylar 85 ga beraveramiz. Bu ona ya bu ham ha? Ha, ena bola. Mana bu qo'ydi bolasi mana shu. 20 bitta qo'y olasiz aka, 42 dona qo'yingizga yetib boradi xolasa. Bir joyga olsangiz, 10 ta olsangiz 10 ta bolasini yetib boradi. Alisher mana. Hammasi o'zi tulab, o'zi jun tashlaydigan sortlardan. Elita ekan haqiqatan akalar. Bu qo'ydi bolalari mana ko'rsatib o'tib ketaman, qarang. Bu qo'ydi bolalari qo'y bo'yatibdi. Mana hozir ushlab ko'rsatgan qo'yimni bolasi mana bu qo'y. Hozir qo'y qanaqa bo'ladi deganlariga mana. Mana kelar. Mana yenasi. Xohlasa hammasi ham Akramjon aka menimcha mana idishlarni ham ko'ryapman-da. Xohlasa idish katta qo'y. Mana Alisher mana shu qo'ydi bolasi mana erkak qo'zi, mana to'nini qarang. Mana shu qo'ydi bolasi. Yosh qanaqa bo'ladi? Nechinchi qoringa? Shuni ko'rsatib o'tib ketamiz-ku. 2dan 4ga chiqaryapti. 2dan 4ga chiqyapti ekan. Bayda 1-chi, 2-chi, 3-chi qoringacha qo'y bor ekan. Xudo xolasa o'tkazing bu tomonga. Mana bitta ko'rib olasiz akalar. Onalariga alohida e'tibor qarating kerak, lekin bolalariga ham bir alohida e'tibor qaratib qo'ying. Alisher mana shaydan bitta ko'rsatim qo'ydi, qo'zilarni. Ichida biror dona bo'lmaydigan bir yomoni yo'q. Hammasini saralab olib kelingan bu qo'ydi. Mana kelar. Biror dona deydigani yo'q. Onalari ham yaxshi ekan lekin ha. Enalari ham mana dalada yurib qo'ylar tuyog'ini ko'rsating mana. Shunchalik boqqan bolani. Yemay. Xolos akalar, yaxshi baraka topasiz. Mana shu qo'ydi mana men sizga aytayapman. Narxini taxmin qilib turing aka. Mana. Ashlar ham erkak qo'zi. Narxini xudo xolasa kelishtirib qo'yamiz. Onalari menimcha aka 85 atrofida, endi bitta ham 80 bo'lmasa, 80 yo'q-ku. Razmeriga bilasiz, razmeriga sotmayman qo'ydi har doim ham. Razmerini 80 dan 85 ga olishaversin. 80 qo'y yo'q lekin ichida. Lekin qarang, sog'liqda akalar tushungan bilgan obunachilarimiz bo'yni ham uzunda qo'ylarda akalar, rangi o'shlari ham yaxshi akalar. Mana qo'zilarni ko'ring, oldi mana enasiga yetyapti. Oldi.
Mana. Mana akalar. Tepani qo'zini ichida birar, mana shu qo'zlar ham erkak qo'zi, mana shu sariq qo'zlar. Dumbalarini ko'ring. Mana haqiqiy razrez dumba. Mana. Zo'r ekanligiga qo'ylar. Akramjon aka buni qarang. 20 bittasiga bitta narx qo'yamiz-da buni. Bitta narx qo'yamiz, mana erkak qo'zi bu ham. Mana qarang qo'zini, tonini Ko'p qarang. aksariyat akalar qo'chqor ekan buni. Mana shular ham erkak qo'zi, mana shular ham. Mana aka. Akramjon aka bitta narx qo'yamiz aka. Aha. Keyin yakkalabga ham kelishaveramiz, ha? Yakkalabga, donalabga, tallashlarga qarab kelishaveramiz. Narxi ham uka mana o'zingiz videoga olib 8-8,5 millionga deyarli bo'g'az suv chiqarilmay qo'ydi. Ha. To'g'rimi? Xudo xolasa yo'lida qo'yib beraman narxini. Endi aka sizni misol uchun yil 12 oy mana shu ish bilan shug'ullanasiz aka. Endi siz aka soliq doim obunachilarimizga zo'rini olib kelasiz-da. Kelishtirib kim qo'ygan bo'lsa hali ziyon qilgan emas-ku. To'g'risiga gap. Hamma baraka topib yurgan. Qancha deymiz buni aka? Narxini Alisher bir joyga olaman desa, hammasini 20 bittasini bir joyga olaman desa 9 milliondan ketaveradi. 9,5 10 million yo'qmas. Bo'ladi degani 9 million so'mdan ketaveradi. 9 million so'mdan dastlabkichida, xudo xolasa. Dastlabkasini qilib beraman Samarqandgacha. Hurmatli tomoshabinlar, ma'lumotni aytib qo'yamiz. Mana o'tgan yili akalar, kimda esida bo'lsa akalar, shunaqa rangli qo'ylarni Akramjon akamizni uydan chiqargandik akalar. Shunda to'g'risini aytganda, hozir ham o'shani so'rab telefon qilishadi Akramjon aka. Mana qo'zilarni ko'ring Alisher. Mana. Biri erkak, biri urg'ochi. Juda ko'pchilik obunachilarimiz buni akalar sotilib ketgandan keyin telefon qilishadi. Bu degan siz akalar obuna bo'lib, like-ni bosib qo'ysangiz sizga birinchilardan bo'lib yetib boradi. Ko'rasiz, ulgurib qolasiz akalar. Xudo xolasa 5 ta olasizmi, 2 ta olasizmi, bir jup olasizmi, jo'natib beraverasiz aka. Nechta olsa ham, birdan olsa ham sotamiz uka. Ammo bag'ini ham aytib qo'y, tallashlariga qarab kelishamiz. Tallab olishga ko'p farq qilmaydi. 9,5 milliongacha tallab olishaveradi. Farq qiladi. Ha. Yashang aka, gap yo'q lekin. Zo'r bo'ldi. 9,5 milliongacha. Agar mana shu holatiga shuncha yilini bo'lsa 8-7,5 ga bermaydi. Bu joyda bermaydi uka. To'g'ri. Bo'g'oz holatdami? Ha, shu holatiga bo'g'oz bo'lsa ham, mana yonida bolasi bilan 20 bitta qo'y bo'lsa 42 ta qo'y bo'lyapti. Qo'y soniga. Mana hammasiniki oyog'ini tagida bolasi. Xudo xolasa hurmatli tomoshabinlar, qo'zisi ham go'zal ekan, onalari ham zo'r ekan. Mana Ishqivozi bo'lsa akalar, mana bu qo'ylar ko'ring. Aloqaga chiqasizlar akalar. Buni bolasimi? Shu qo'ydi bolasi mana. Alisher qarang, mana shunday o'tkazaylikda bitta o'tkazib, bitta ko'rsatib qo'ylik, keyingi partiyalarga ko'rsatamiz keyin. Egizchilar ham bor deyapsiz aka? Ha, egizak bo'g'ozlari ham bor. Hammasini ko'rsatamiz. Videoni og'zini ko'rib turibsiz. Akalar, e'tibor bilan bitta ko'ring, sizga screenshot qilishga ham osonroq qilib o'tkazib beramiz hozir. Bitta. Mana qarang, bitta o'tkazamiz. Mana akalar. Mana bu qo'ydik. Bitta ko'rsatayin. Mana. Iktish qo'y. Mana bolasi. Birinchi bolada ko'ring, mana qo'ydi. Haqiqiy tushunadigan odam bo'lsa, mana. Birinchi bola. Mana zot. Mana birinchi bola. Erkak qo'zisi. Yana mana. Mana, o'taversin. O'tkazaveringlar. Qo'zilari o'tadi. Onalarini ham ko'ring, ahamiyat bilan bolalarini ham ko'ring. Mana qo'zilari ko'ring. Erkak qo'zi. Mashalloh. O'tsin. Mana. Bitta o'taversin. Mana hurmatli qo'zilarni yaxshilab ko'rib olishsin demoqchiman-da. Ha, har bittasi ko'rib olsin. Endi balki ba'zi bir qo'y bir-birini to'sib qoladi. Mana aka, onalari ham lekin yaxshi ekan, qo'zisi ham zo'r ekan lekin. Mana. Hajjonalloh. Aksariyat qo'chqor ekan akalar. Mana shuni olgan odam, xudo xolasa sizga aytayapman aka, yaxshi baraka topadi mana shu qo'ylarni olgan odam. Chunki zo'r ekan lekin qo'ylar akalar. Tavsiya qilaman, aloqaga chiqasizlar. Bundan keyin partiyalarimizni ham ko'ramiz. Endi bitta like aka, bitta like bosib qo'yasiz aka. Keyingi partiyalarimizni ko'ramiz bo'lmasa.